Dövlətşah baxşı. Əmir Tömür bilan Əmir Qamariddinning 22 yillik Nopoz və saltanat talashish urushlarida To'g'liq Tömürxon davrida poytaxt olmoqlikqa taklif qilingan nurg'un orda arkonlari va jamoat arboblari Əmir Tömür tarafidan Buxoro, Samarqand, Isfahan va Heratlarga ilib ketilgan edi. Bularning ichidagi ba'zi Uyg'ur siyosiy arboblar keyincha Tömüriylar imperiyasini 3 qitimliq yimirilish xavfidan qo'g'dab qoldi va faqat shulardan ba'zilarining nomlari va ish izlari tarixda mangu qoldi. Afsuski, ularning nurg'unlari vaqtning o'tishiga agishib, paydin-pay unutilib ketdi. Davlat arbobi, Dövlətşah baxşı ana shularning biri edi. Baxşı atalg'usi İslamiyatdan burunqi eng qadimqi Uyg'urlarda shoir va kotib ma'nolarida keng qo'llanilgan. G'arbiy Osiyodan Markaziy Osiyoga İslamiyat kengaygan 710-yillardan 1510-yillargacha bo'lgan 8 asrlik tarixiy musofada baxshi atalg'usi xonliq ordidagi maktub putukchilari, xonliq yorliqini yozdigan kotiblar va qalam mahorati ustun bo'lgan shoirlarning ilmiy va siyosiy unvoniga aylangan. Dövlətşah baxşı miladiya 1431-yili ayni chog'dagi Tömüriylar hukmdori Shahrux Mirzaning yaqin odimi Amir Alavud Dövlət Koshg'ari oilasida hozirgi Samarqand shahrida dunyoga kelgan. Mazkur shahar 1405-yilga qadar Amir Tömürning poytaxti bo'lgan edi. Keyincha 1409-yildan boshlab Amir Tömürning navrisi Mirza Ulug'bekning poytaxti bo'lgan. Amir Alavud davlat asli poytaxt olmoqlikda yashagan Uyg'ur ordu putukchisi bo'lib, uning asli ismi Baxtshoh baxshi edi. U Amir Tömür va Amir Qamariddin orasidagi urushlarda Samarqandga elib ketilgan Uyg'urlardan biri bo'lib, keyincha Amir Tömürning Dasht Qipchoq va Sham yurishlariga qatnashib g'ozi unvoniga erishgan edi. Amir Tömür vafot bo'lgandan keyin Baxtshoh g'ozi Amir Tömürning kichik o'g'li Shahrux Mirzaning yaqin odimiga aylanib, Tömüriylar imperiyasining tunji qitimliq halok bo'lish va yimirilish xavfini bechit qildi. Shu vajidan Shahrux Mirza uningga Alavud davlat g'ozi, ya'ni davlatni ustun qilguvchi g'ozi degan hurmat martabasini in'om qilgan. Shahrux saltanatining 22-yili Samarqand shahrida dunyoga kelgan Dövlətşah baxşı eng dastlabki ta'lim tarbiyani mazkur shahardagi nopozliq olimlarda va diniy madrasalarda olgan. Orqadilla u ot kasbiga varislik qilib, 15 yoshidan boshlabla otasining yanida ordu putukchiligi va yorliq putish ishlari bilan shug'ullangan. Afsuski 1447-yili 3-oyda Shahrux Mirza İrandagi Ray shahrida vafot bo'lgandan keyin Tömüriylar saltanati yana bir qitimliq yimirilish xavfiga duch kelgan edi. Bu chaqda Amir Alavud davlat g'ozi va o'g'li Dövlətşah baxşı yana bir qitim cho'ng tavakkulchilik bilan isyonkor xonzodalar va amirlardan ado juda bo'lib, Shahruxning qonunliq varisi Mirza Ulug'bekni butun kuchi bilan qo'llab, xonliqning biroqli parchalanib ketishini to'sib qolgan. Afsuski, Mirza Ulug'bek 1449-yili o'z o'g'li Abdullatif Mirza tarafidan qatl qilingandan keyin Tömüriylar xonliqi Samarqand va Heratni markaz qilgan ikki bo'lakka bo'linib ketgan. Amo daryosi mazkur ikki bo'lakning chegara fasili bo'lib qolgan. Baxtshoh g'ozi va Dövlətşah baxşı bir butun davlatni parchalanishdan to'sib qololmagandan keyin birlikda mansibidan voz kechib, hozirgi Murg'ab daryosi vodisidagi munbat zamin Isfaroinga ko'chgan. Bu joy hozirmi Ironning sharqiy shimol qismidagi Shimoliy Xurosonga tava
nihoyatda muhim joy deb qaralmoqda. Shu sababdan Davlat Shohning otasi mushu joyning nomi bilan Alavut Davlat G'ozi Isfroyini deb tarixga putilgan. 1469-yili yozda Oqqo'ychi Turkmenlar sardori Uzun Hasanning qo'llashiga erishgan Shohruh Mirzoning nevarasi Yodikor Muhammad Mirzo Herat taxtini tortib olgandan keyin shimolga chekingan Husayn Bayqara va Mir Alishir Navoiy Davlat Shoh baxshining Xorasondagi Eram beg'ida panohlangan chog'da uning alamda va qalamda tangli yetishgan istidod egisi ekanligini bayqab, uni o'z sepiga qo'shib olmoqchi bo'lganda, u bu xildagi takliflar va urinishlarni siliq rad qilgan. Keyingi yili Mir Alishir Navoiyning urush taktikasini ishlatib, Herat taxtini qaytirib olgan Sultan Husayn Bayqara uni qaytadan Heratga kelib, xonliq o'rnida o'ziga hamdamda bo'lishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, Davlat Shoh baxshi bu taklifni yanada rad qilgan. Oxirida Alishir Navoiyning ilmiy so'rinlarga qatnashib turish tashabbuslarini qabul qilib, 1470-yildan toki 1492-yilgacha bo'lgan 22 yil vaqtini Mir Alishir Navoiy va Sultan Husayn Bayqaraning ilmiy so'rinlariga davomli qatnashish bilan o'tkazgan. Bu jarayonda Zerak Mir Alishir Navoiy Davlat Shoh baxshining kam uchraydigan qalamdor ekanligini sezib, uni o'lmas bir asar yezib chiqishga da'vat qilgan va iqtisodiy va ma'naviy jihatdan madad berib turgan. Buning ta'siri bilan Davlat Shoh baxshi butun himmatini ishga selib, eng oxirgi umrida bir o'lmas asar yezib chiqqan. U mazkur kitobining ismini Tazkiratul Shuara, ya'ni shoirlar tazkirasi deb atagan edi. Bu bebaho ilmiy asar uning 1470-yildan 1485-yilgacha uda yuksak himmat va g'oyat zo'r tirishchanlik ko'rsatishi natijasida 1487-yili tamomlanib bitirilgan. Mazkur asarda milodiya 9-asrdan toki o'zi yashagan davrlargacha bo'lgan 666 yillik tarixiy musofada hozirgi Iron, Iroq, Afg'oniston, Xorason, Hindiston va Turkistonlarda yashagan dangliq shoirlarning tarjima holi va ish izlari yoritib berilgan. Shu vajidan mazkur bebaho asar keyingi davrlardagi tazkira asarlarining moda bo'lishini va tazkirichilik iqimining butun turk islom dunyosiga qarab kengayishiga ilhom bo'lgan. Uningdan sirt mazkur asar Abul Qasim al-Firdavsiyning shahona o'lmas asri Shahnoma-din keyingi eng muhim shahona asar deb qaralgan. Hayotining dastlabki 22 yilini otasi Baxtshoh G'ozi bilan billa saroylarda va orduda, o'ttirdagi qironliq yillarini imperiyaning bo'linishiga qarshi turli kurashlar bilan, oxirgi 22 yilini Mir Alishir Navoiylar bilan ilmiy so'rin va ilmiy izlanishlar bilan o'tkazgan himmatlik Uyg'ur siyosatchi va qalami nihoyatda o'tkir Uyg'ur shoiri Davlat Shoh baxshi Alishir Navoiyning inisi Darvish Alining isyonidan keyingi 3 yillik dard alam va og'riqlar dastidan bo'libmi eng yaqin qadinaslardan Abdurahmon Jamining vafoti va Babur Shohning otasi Ömer Shayx Mirza va uning aksi Sultan Ahmad Mirzalarning tuyuqsiz vafotidan keyin kelib chiqqan qayg'u hasratlar va ruhiy azoblar tufaylidan milodiya 1495-yili otasi insho qilgan Eram bog'ida vafot bo'lgan va shu yerga otasi yeniga dafn qilingan. Sultan Husayn Bayqara va Mir Alishir Navoiy Davlat Shoh baxshining oxiratlik ishlarini mazkur xonliqning peshqadam mo'tavar vaziri saviyasida o'rinlashtirgan. Uning oilasiga Badaxshon, Farg'ona va Samarqandni so'rayotgan Sultan Abu Said Mirza navirlarining turli ta'ziya maktublari yetib kelgan.
ilgiri Tömüriylar imperiyasida xizmat qilgan peshqadam Uyg'urlardan bundaq hurmatga faqat amirlar amiri deb hurmat topgan Sultan Malik Kashg'ariylar erishib baqqan edi.